Assalomu alaykum. Men bugun farzandlarim yoqtirgan pankelarni tayyorlab berdim. Buning tayyorlanish jarayoni judayam oddiy. Idishimizga oldin 1 piyola unni, ozginagina chaynak soda, 2 qoshiq shakarni solib yaxshilab aralashtirib olamiz quruq massalarimizni. So'ng 1 piyola sut quyib, 1 dona tuxumni ham chaqib sovulamiz. Endi idishimizga sutni qolgan yarmini quyib, birozgina yog' quyib, yaxshilab ularni bir massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Quymog'imizni massasini tayyorlab bo'lgach, bananlarimizni archib, chiroyli qilib kesib chiqamiz va ularni tayyor bo'lgan quymog'imizga botirib, qizib turgan tovamizga birin-ketin joylaymiz. Olov baland bo'lib ketmasin, o'rta olovda qizarguncha pishirib olamiz. Judayam tez tayyor bo'ladi va eng muhimi juda mazali chiqadi. Yumshoqqina bo'lib, buni nafaqat bolalar, hattoki yoshi katta insonlar ham maza qilib yeyishlari mumkin. Olmamizni ham mana tozalab, yaxshilab quymog'imizga botirib, birin-ketin pishirib oldim. Oldin bir tarafini, so'ng ikkinchi tarafini o'giramiz. Bu ham judayam mazali bo'lib chiqadi. Tayyorlab ko'rishingizni albatta tavsiya qilib qolgan bo'lardim. Vitaminlarga boy bo'lgan pankelarimiz birin-ketin pishib tayyor bo'ldi. Endi ularni likopchaga birin-ketin joylab, biroz sovutib olamiz. Bular mevali bo'lgani uchun, ayniqsa olimali bo'lgani uchun ichi biroz issiq bo'lishi mumkin. Ortib qolgan xamirdan oddiy quymoqlar tayyorlab oldim va mana oxiri biz sabrsizlik bilan va intiqlik bilan kutgan jarayon. Farzandlarimga likopchaga chiroyli qilib, birin-ketin ularni yaxshi ko'rgan pankeklarini solib berdim. Ular mazza qilib yeb olishdi. Sizlarga ham shunaqa yumshoqqina va mazali vitaminlarga boy bo'lgan pankelarni tayyorlab ko'rishni tavsiya qilaman. Foydali bo'lgan bo'lsa, bundan albatta xursand bo'laman.